o'zimiz bir o'ylaylik. Bugun qancha narsa yedik-ku, nimaga sarfladik-ku bugungi kunimizni va qator taomlarimiz bo'lsa, qo'shnimizda bir nogiron yo'qmi? Kasal amma xolalarimiz yo'qmi? Hatto g'ayri din bo'lsa ham boya bir bozorda bir yigit qari bir rus kampirga bir narsalar olib beryapti. Ko'rib tur, masalaga o'xshagan yaxshi yigit. Albatta savob oladi shu. Boshqa millatdan, boshqa dindan bo'lsa ham qornini to'g'risa, albatta savob oladi. Ibrohim alayhisalom Ka'bani qurganlarida so'radilar: "Yo Rabbiy, bundan katta savob bormi?" dedilar. Ka'ba-i muazzamani qurganlarida aytdilar: "Bundan katta savob bormi?" Alloh taolo aytdi: "Bor" dedi. Bitta och odamni qornini to'ygizish, bitta mo'minni demadi Alloh taolo. Bitta och odamni dedi. Odam bo'lsa bo'ldi.